tartibni asoslab madaniyati deganda biz shuni tushunamizki, tarbiyalanuvchilarning har bir so'zni ravon ayta olishi, so'z boyligining kengligi, so'z lug'atining ko'pligi va gaplarni mantiqan tuza olishi va boshqalarni tinglay olish ko'nikmalarini tushunamiz. qayerdagi qanaqa? Demak, odob axloqlar o'qituvchiga qanday ko'rganda yaxshi tutdi. Yanada qiziqib sizga yaxshi. Nimalar gapida? Innovatsiyalar bu qanaqa faoliyatidir? Qisqalardan yerda o'tirsa, yerda mashg'ul Tarbiyachi qilib qo'yamiz. Yirik bo'ladi. Iltimos sizdan buni ham sizga. Ko'p aralashgan moviy rangda ko'radi. Ularni nimasi edi? Unga qanaqamiz e'tiroz etdik. Lekin endi qarab turing. Birinchidan mana bu bog'chani kun tartibiga guruhlar kun tartiblari to'g'ri